Salam qadrli qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Amanlar yaxshi turdinglarmi? Bugun biz Yohanna bayon qilgan xo'sh xabar darsimizning davomli ko'rib o'taylik. Bugun 4-bob 43-oyatdan 54-oyatgacha bo'lgan mazmunlarni ko'rib o'tmoqchi. Darsimizdan boshlashdan burun avval biz bugungi mazmunni bir qatim o'qib chiqaylik. 2 kundan keyin Hazrat İsa Jaliliya o'lkasiga qarab yo'l oldi. U o'zi burun hech qanday payg'ambar o'z yurtida hurmatga sazovor bo'lmaydi degan. Jaliliga kelganda Jalililiklar uni qarshi olishdi. Chunki ularmi o'tib ketish yetini Yerusalimda o'tkazgan va Hazrat İsa'ning u yerda yaratgan mo'jiza ham karomatlarni ko'rgan edi. Hazrat İsa Jaliliya o'lkasida turgan vaqtida Kana yesiga yana bordi. U dal shu yezidagi bir to'yda suni sharobga aylantirgan edi. Shu kunlarda Kaparnahum shahrida o'g'li kasal bo'lib yotgan bir o'rda amaldori bor edi. U Hazrat İsa'ning Yahudiydan Jaliliya kelganligini anglab, uning oldiga bordi va uyimga berib sakrat yotgan o'g'limni saqaytib bersangiz deb o'tindi. Shuning bilan Hazrat İsa uningga, sizlar Jalililiklar mo'jiza va karomatlarni ko'rmagicha menga e'tiqod qilmaydigan o'xshaysizlar dedi. O'rda amaldori Hazrat İsa'ga, Hazratlari, balam o'lmasda borg'aysiz dedi. Uyingizga qayting, o'g'lingiz hayot qoladi dedi Hazrat İsa. Yelqi odam Hazrat İsa'ning aytgan so'ziga ishinib uyga qarab mangdi. Yo'lda chakarlari uning oldiga chiqib o'g'lining hayot ham salomat ekanligini uqtirdi. Amaldor ulardan o'g'lining qachondan boshlab yaxshilanishga yuzlanganligini so'rganda ular tunugun tushdan keyin soat 1da qizitmasi yondi deyishdi. Balaning otasi buning dal Hazrat İsa'ning o'ziga o'g'lingiz hayot qoladi degan vaqt ekanligini esiga oldi. Shuning bilan u va butun oilasidagilar Hazrat İsa'ga e'tiqod qilishdi. Bu Hazrat İsa'ning Yahudiydan Jaliliga kelib ko'rsatgan ikkinchi mo'jizasi edi. Xo'sh qarindoshlar, nahbozi darsimizga kelsak, biz avval bugungi darsimizni boshlashdan burun oldingi haftadagi darslarimizni bir qatim aslab o'tsak, oldingi darslarimizda, ya'ni biz 3 haftaga bo'lib turib, shu Samariyalik ayol to'g'risidagi shu voqeani biz 3 haftaga bo'lib turib dars qilib ko'rib o'tgan edik. Har bir darsimizda o'xshash bo'lmagan har xil Xudoning haqiqatlarini, Xudoning so'zlarini va ba'zi arx ko'rinishlarni biz tushunib ko'rib o'tgan edik. Masalan, birinchi qatimlik darsimizda biz Samariyalik ayol deganda Samariyaliklar bilan bu Yahudilar deb buning biz tarixiy arx ko'rinishi bilan Samariyaliklar bilan Yahudilarniki munosabatlari va shu vaqtlardagi ularning dunyo qarashi, qimmat qarashi va bir-birisi millatlar bu Samariyaliklar bilan Yahudilarning bir-birisiga bo'lgan qarashi degan narsalarni biz ko'rgach, ham shunday shu vaqtda suv, ya'ni hayotlik suvi, odamdagi chanqash, shu talmurish, tashnalik, odamning qalbidagi shu tashnalik bo'lgan shu chanqashni qondirg'uchi dal qondiradigan suvni berguchi, ya'ni hayotlik suyini berguchi Masih qutqizguchi degan shu point, ya'ni shu markaziy ideyaga markazlashtirib qo'ygan bo'lsak, ikkinchi qatimli darsimizni biz ibodatga markazlashtirib qo'ygan edik. Ya'ni haqiqiy ibodat deganimiz o'rin, makan bo'lmasin, ya'ni Samariyaliklar ibodat qilayotgan shu tog'larda emas va yoki Yahudilar ching turgan shu Yerusalimdagi markaziy ibodatxonada emas, balki ibodatni Xudo ato qilgan ruh va Xudo o'zi oshkorlagan haqiqat bilan ibodat qilish ekanligini. Chunki Xudo o'zining ruh bo'lib, uning ibodat qiluvchilarining ham o'zining ruhi, ya'ni Xudo bizga ato qilgan shu muqaddas ruhning yetakchiligi va shundan Xudo oshkorlagan haqiqat bo'lgan İsa Masihning nomi bilan, ya'ni İsa Masihning ichida turib, shunday ibodat qilish kerakligini biz tafsiliy ko'rib o'tgan edik. Va oldingi qatimli darsimiz bo'lsa, haqiqat bo'lgan shu xo'sh xabar. Haqiqat qalbimizda kirgan vaqtida, qalbimizda o'rin tutgan vaqtida, ya'ni biz haqiqiy Xudoning shu xo'sh xabardan kelgan shu xo'shallik bizni o'rnimizda jim turmasdan shu qalbimizga kirgan shu haqiqatdan kelgan shu xo'shallik bilan boshqalarga tang bahrlandiradigan, boshqalar bilan tang o'rtoqlashadigan shunday bir holatni biz paydo qilganligini, ya'ni to'xtamay Xudoning haqiqatiga guvohlik beradigan guvohchilardan qilganligini. Chunki haqiqat
qalbimizni yıldız tatgan vaqtida, qalbimizga qo'ngan vaqtida, qalbimizga haqiqatning urug'i tashlangan vaqtida bu go'yoki bir o'tinliqqa samanlıqqa tashlangan cho'qqa o'xshash bütün o'tinni, bütün samanlarni o't yong'in qilib tutashtirganga o'xshash biz bir odamning qalbiga tushgan shu haqiqatning urug'i, haqiqatning o'ti atrofimizdagilarga, hatto millatimizga, hatto dunyodagi boshqa biz borgan qadamimiz yetgan shu joylarda ham to'xtamay Xudoning haqiqatini atrofimizga odamlar bilan o'rtoqlashadigan shundoq bir haqiqatning guvohchilaridan bizni qilib yasaydiganligini biz qisqacha ko'rib o'tgan edik. Ondan olsa bugun yana shu 4-babning eng oxirgi bir bo'ligi bo'lsa, amaldorning o'g'lining saqaytilishi deganga oid shu mazmunni ko'rib o'tmoqchi. Ya'ni 43-oyatga qaraydigan bo'lsak, 2 kundan keyin Hazrat Iso Jaliliya o'lkasiga qarab yo'l oldi. Ya'ni biz 4-babning 1-oyatlarida, ya'ni 4-babning 5-ida asli Hazrat Iso nega mangan edi? Ular Yahudiyada turib, kishilarni suvga cho'mildirgan emas, suvga cho'mildirayotganligini kimlar Parsiylar o'qigandan keyin Hazrat Iso Parsiylarning xabar topganligidan xabar tepib, o'zi Jaliliyaga ketmoqchi bo'lgan. Shunga Jaliliyaga mengish ketadigan vaqtida biz xaritalarni qilib turib ko'rgan edik. Jaliliya ustida o'ttirda Samariya bor, ostida Yahudiya bor deb bizda o'tgan. Shuning o'xshash Hazrat Iso Yahudiya o'lkasidan Jaliliyaga qaytish uchun Samariyani kesib o'tmoqchi. Ya'ni Samariyaga kirib, andan keyin Samariya orqali Jaliliyaga berishni Hazrat Iso tanlagan. Biz men deb o'tgan edim, Yahudiylar bilan Samariyaliklar munosabat tufaylidan Yahudiylar, ya'ni Yahudiya o'lkasidagi Yahudiylar bo'lsa, Samariyani aylanib o'tib, Samariyaliklarni bo'lsa napak deb, napaklar bilan yig'in kelsa, napaklar bilan tegishib kelsa yoki napaklar zamindan o'ssimi, o'zlari napak bo'lib qoldi deganni tutib turib, ular Samariyani aylanib, Samariyaning zamin tuprog'idan aylanib o'tadiganligini men deb o'tgan edim. Lekin Hazrat Iso bo'lsa, shu Samariyadan besib o'tmoqchi bo'lib, shu yo'l ustida Samariyalik ayol bilan va shu kentdagi, ya'ni Samariyalik ayolning kentidagi shu tavallikdagi kishilarmi ham shundoq molosol kabi Xudoga e'tiqod qilishga tayyor bo'lgan shu bir muncha kishilarni ham haqiqat bilan oziqlantirib, shu joyda 2 kun turib qolganligiga oid mazmunni biz oldingi haftatagi mazmunni ko'rib o'tgan edik. Ya'ni ular Hazrat Isoning oldiga kelib, o'zlari bilan birga turishni talab qilgandan keyin Hazrat Iso u yerda 2 kun turib qolgan emas va 2 kun turish jarayonida ularga ta'lim berib, texim ko'p odamning o'ziga, ya'ni Hazrat Isoga e'tiqod qilganligini va ularning ta'lim orqali Hazrat Iso bilan tanishishning texim cho'nqirlashganligini biz dal 41-42-oyatlar orqali ko'rib o'tgan edik. Shunga 43-oyat 2 kundan keyin Hazrat Iso Jaliliya o'lkasiga qarab yo'l oldi. Ya'ni nadan? Mushu Sihar degan yezidan, ya'ni Samariyalik ayolning yezisi bo'lgan Sihar degan yezidan 2 kun turib bo'lib, Jaliliyaga qarab yo'lini davomlashtirganligini deydi. Endi bu qatim Jaliliyaga kelganda bo'lsa, Jaliliyaliklarning o'zini, ya'ni Hazrat Isoni qarshi elishganligini, qarshi elishning sababining ham nima ekanligini bizga shu 44 va 45-oyatlarda bizga ko'rsatib berdi. Buni biz tafsiliy ko'rsak, ya'ni Hazrat Iso burun hech qanday payg'ambar o'z yurtida hurmatga sazovor bo'lmaydi degan deydi. Ya'ni biz bu 44-oyatdagi mazmunni biz Matta bayon qilgan xush xabar 13-bob 57-oyatdan biz ko'rib o'talaymiz. Biz bu xush xabarga biroz pishiq, mencha sizlarmi pishiq ko'p o'qigan xush xabarni, shunga bu mazmunlarning qayerdan qanday mazmunlar kelib chiqqanligini mencha sizlar o'zinglarmi ulab va tepib ketalaysizlar. Ya'ni Jalililiklar, ya'ni yurtidagilar, yurtda nima dedi? Nasira dedi Hazrat Isoning. Shunga bu biz Matta bayon qilgan xush xabar qaraydigan bo'lsak, ya'ni Matta bayon qilgan xush xabar 13-bob 53dan 57-oyatga qadar mazmunlar dal shu bugungi Yuhanna bayon qilgan xush xabar 4-bob 44-oyatdagi mazmunlar bilan bog'lanishli bo'lgan mazmunlar. Ya'ni o'qib baxsak, Hazrat Iso bu tamsillarni so'zlab bo'lgandan keyin u yerdan ayrilib o'z yurtiga ketdi va o'z
yurtidagi ibodatxonada xalqqa ta'lim berishga boshladi. Uning ta'limini anglagan xalq hayron bo'lib, bu odamning bunchavala aql parosati va mo'jiz yaratish qudrati nadin kelgandi. U faqat oddiy bir yog'ochchining o'g'li. Uning onasining ismi Maryam, Yaqub, Yusuf, Simon va Yahudalar. Uning qarindoshlari emasmi? Singillarining hammasi o'z ichimizda, shundaq turliq uningdagi bu qobiliyatlar zodi nadin kelgandi deyishadi. Shuning bilan ular uni rad qildi. Hazrat Isa ularga mundaq dedi: Payg'ambar o'z yurti va o'z uyida hurmatga sazovor bo'lmaydi. Ya'ni ularning e'tiqodsizligi tufaylidan Hazrat Isa u yerda ko'p mo'jiz ko'rsatmadi deb Matta bayon qilgan xo'sh xabarda Hazrat Isoning o'z ya'ni payg'ambar o'z yurtida hurmatga sazovor bo'lmaydi. Ya'ni o'z yurtida va o'z uyida hurmatga sazovor bo'lmaydi degan shu so'zning ariq ko'rinishini biz dal shu Matta bayon qilgan xo'sh xabar orqali ko'ra olamiz. Ya'ni burun bo'lsa bu jalililiklar, ya'ni o'z yurtidagilar bo'lsin, o'zi shu o'sib cho'ng bo'lgan shu joydagilar bo'lsin, Hazrat Isoni hurmatlamagan yoki qarshi olmagan, ya'ni shundaq bir holat ostida degan so'z edi. Endi bu qatim jalililiklar burunga o'xshamagan holatda ular uni Hazrat Isoni qarshi olgan. Bu qarshi olishdagi sabab bo'lsa, bu jalililiklarmi o'tib ketish hayitini Yerusalimda o'tkazgan vaqtida, ya'ni o'tib ketish hayitida hamma odam Yerusalim, ya'ni markaziy ibodatxonaga berib ibodat qildi o'tib ketish hayitida. Masalan, buni qanday ko'rsatamiz desak, sizlar bilamsizlarki, albatta bizning tarix, bizning ariq ko'rinishimiz, bir musulmonlik ariq ko'rinishimiz boshqa, shuningdan sizlar misol elishdan boshqa sizlarga bir qadar tushunishli bo'lgan başka bir misal tapamadım. Çünkü biz kurbaniyet ötküzgen vaktimizde mu her bir gerçi her bir kenditlerde, her bir yezilarda cemaat yığıldığan meçitler var, şundak mı? Mescitler var. Lekin kurbaniyet kanı kıldı. Del şu her bir yezi kenditler karaşlık boğan çoğun bir rayonluk şu çoğun mescitke berip yani kurbaniyet günü şu cayda namaz okuğulu barıdı. Sizlerinin bunda düşüncenler mı bilmedim ya ki 5 yıldan tekrar kayıtır atmağını mı bilmedim. Yani ne demekçi dese bu Yerusalim yani Yahudiler aynı vakitte çoğun 7 katımlık yet var. Sizler muqaddas kitapni o'qisanlar, cho'ng 7 bir 7 ko'pincha ahvollarda muqaddas kitobda tilga ilindi. Shularning biri bo'lsa o'tib ketish edi. O'tib ketish edini biz izchil deb kelyapmiz. Qaysi tarixiy ariq ko'rinishdan boshlangan desa, Misrdan chiqqan vaqtida. Ya'ni ular Misrdan chiqqan vaqtida, chiqadigan vaqtida Xudo Musa payg'ambar orqali deydi emasmi? Ya'ni har birisi shu kechasi qo'zini qurbonlik qilib, shu qonni ularning eshik, beshiga va keshaklarga surksa, Xudo ularning ishlaridan o'tib ketadiganligini. Lekin u qon surkalmagan uylardagilar bo'lsa, har birisining uydagilarning cho'ng o'g'lining bo'lsa, o'ladiganligini degan shu ariq ko'rinish buni Misrdan chiqarsanlar ba. Shunga shu yildan boshlab har yili shu o'tib ketish hayitini izchil davomlashtirishini, buni avlod-mavlod davomlashtirishini shu belgilimlarni deb bergan Allah burun. Shunga o'xshash shu o'tib ketish hayitini markaziy ibodatxona, ya'ni bu qonun sharhiga qarasanglar, men nomimni tikilmoqchi bo'lgan bir joy bor. Shu joyda sizlar shodlansizlar, ya'ni ibodat qilsizlar, qurbonlik qilsizlar, ya'ni o'sha belgilimlarni belgilab bergan. Shunga Yerusalimdagi shu markaziy ibodatxonada har qaysi chechilib ketgan Yahudilar bo'lsa-mu, dal shuna o'tib ketish hayitida bo'lsa, Yerusalimga bordi. Shunga biz mayli Yohanna bayon qilgan xo'sh xabar kitob qismini o'qigan vaqtimizda o'tib ketish hayitiga kelganda ular Yerusalim bordi degan o'xshash shuna jumlalarni ko'p uchirtimiz. Shuni to'g'ri tushunsanglar, shunga shunday cho'ng hayit bayramlarda barcha başka yerlerdeki, başka rayonlardaki, hatta sürgün bulup, başka hatta şu O'rta Osiyoga kadar sürgünlük bulup çeçilip ketken şu Yahudilarmı şu vaqtlarda Yerusalimga o'zining nasrini ko'tarib, so'g' salomlarini, Xudoga ataganlarini ko'tarib, shu Yerusalimga borganligiga oid mazmunlar bor. Shunga bular o'tib ketish hayitida bu Yerusalimga, ya'ni Jaliliyadan, ya'ni Hazrat Iso yurtidagilarmi bo'lsin, shunga ularni Yerusalimga borgan emasmi? Shunga bu o'tib ketish hayiti jarayonida bular hammasi Yerusalimga yig'ilgan. Dal ular Yerusalimda o'tib ketish hayiti jarayonida Hazrat Isoning Yerusalimda yaratgan mo'jiza ham karomatlarini ko'rgan jalililiklar bu qatim Hazrat Isoni qarshi olgan.
Ona avasa mana bir savol paydo bo'ldi. Nima uchun bu jalililiklar oldingi vaqtlarda, ya'ni maqatimdan burungi vaqtlarda biz bayon qilgan xush xabar 13-oyat orqali garchi u ibodatxonada ta'lim bergan vaqtida xalqlar ta'limini anglab hayron bo'lgan, ya'ni shunchalik qoyil qilarlik ta'limlarni bergan emasmi? Hatta ta'limini anglab bunchalar aql farosat va mo'jiz yaratish qudrati nereden kelgandi deb hayron qolgan. Shundaq bu ya'ni Hazrat Aysoning ta'limini anglab turib, mo'jiz yaratadiganligini anglagan va ta'limlardagi, ya'ni bu ta'limlarda degan gap haqiqatni yeshib bergandiki, haqiqatni tushundirgandiki, shu nopozliq bo'lgan shu haqiqatga bo'lgan ta'limini anglab turib bular hayron qilib turiblik nima uchun u vaqtlarda rad qilib, bu qatim yana bir qatim shu Hazrat Aysoning shu mo'jiza va karomatlari tufaylidan uni qarshi olgandi. Burun bo'lsa uning mo'jizli yaratish karomatlarini ko'rgan, anglagan, hatto uning ta'limlarining shu qadar qoyillik, shu qadar chin, shu qadar haqiqatni yaxshi tushundirganligini anglabmi rad qilgan turuqliq bu qatim nemishqa Hazrat Aysoni shu mo'jiza va karomatlar tufaylidan qarshi olgandi. Buni biz o'ylanib beqishga tegishli bir masala. Ya'ni qisqasi biz ko'rsak, dastlabda ularning Hazrat Aysoni rad qilishidagi sababi bo'lsa, ular o'zlari anglagan shu haqiqat tufaylidan emas, o'zlarini hangtan qoldirgan shu haqiqat bilan Hazrat Aysoni ko'rmasdan, o'zlari ko'z oldi ular Hazrat Aysoning qilgan shu mo'jiz karomatlari bilan Hazrat Aysoning taqatgan shu ta'limlari haqiqat to'g'risidagi shu so'zlari bilan Hazrat Ayso orqali Xudo nimishlan qilyapti yoki Xudo bu orqali nimishlan qilyotgandi, bizga nimalar demoqchi degan Xudoga markazlashtirmasdan ularning markazlashtirgan nima desa, bu degan kimning o'g'li dedi? U bir odatki yog'ochchining o'g'li edi u. Yani onun annesi ve qarindoshları aramızda o. Bizim içimizdeki kişiler o. Dep sınırlarını, qarindoshlarının isimlerini atadap veremez mi? Şu an ular Hazrat Aysoga faqat özlerinin yurtida özleri köygen şu onun ata-anası, onun qarindoshları dep turib, onun yani şu göz aldidagi turmush sharoiti, göz aldidagi şu işçilik, ular ichida yashagandagi shu bir qiyofatlari shuningga qarab turib, balki uning so'zlagan so'zlariga, uning taqatgan haqiqatiga yoki uning qilgan shu mo'jizalariga, shu Xudo orqali, Xudoning qilayotgan ishlari bilan, Xudoning hozir shu davrda bularning arsida amalga oshirmoqchi bo'lgan ishlari yoki qilayotgan ishlari deb turib, Xudoning ishiga markazlashtirmasdan yoki shu ta'limlarga qarab, haqiqatga qarab, shu Hazrat Aysoni tunimasdan, balki ular o'zlariga tunishliq bo'lgan burungi o'zlari tunigandagi o'zining qarashlari, ya'ni kishilik qarashlari, burungi qarashlari, burungi ideyalari, ko'z oldidagi shu qarashlari, o'zlari yaratib olgan, o'zlari ko'rib, ularga olish jarayonida shu ko'rib yaratib olgan shu o'zlarining qarashlari, o'zlarining dunyo qarashlari bo'lsin, o'zlarining munosabat qarashlari bo'lsin, shu o'zlarining qarashlari bilan Hazrat Ayso qarg'anlikdan ular Hazrat Aysoni odatdagi bir yog'ochchining o'g'li deb bilgan. Ammo Hazrat Aysoga u ta'lim bergan shu ta'limlari, uning yetkazgan shu haqiqatdagi so'zlari bo'yicha qaragan bo'lsa, uning haqiqiy Xudoning o'g'li, Xudoning uning orqali o'zini qutqizishini amalga oshirmoqchi bo'lganligini ko'radigan bo'ladi. Lekin ularning ko'rgani o'zining ideyasi, o'zining qatmal qarashlari, burungi shu, ya'ni kishilik turmush orqali kishilar yashash jarayonlaridagi shu o'zining tajriba saboqlari orqali yetilib qolgan shu qarashlari bilan qarag'ashqa, shunga Hazrat Aysoni Xudoning o'g'li deb tunimasdan, balki yog'ochchining o'g'li deb tunib olgan. Şuna men dedim, biz o'ylanib beqishtigishki masala deganimiz, chunki bu kishilarning jalilidagi bu kishilarning Hazrat Aysoga bo'lgan qarashi, Hazrat Aysoni dastlabda rad qilib, endi bo'lsa uning mo'jizalariga qarab uni qabul qilishi, bu shu vaqtdagi shu davr kishilarga ham aytilgan so'z emasdan, bugungi davr kishilarimizdami, oramizdagi kishilar orasidami, bizning kunlik turmushlarimizda, bizning qarashlarimizga, bizning ideallarimizga ham singib ketgan odamdagi bir ojizlik shu hisoblanadi. Odam asonla o'zining badanlari orqali, tajriba saboqlari orqali, o'zlari boshdan kechirgan ishlar orqali yakunlagan shu
turmushdagi qarashlari, kishilik qarashlari, tajriba savoqlarini haqiqat deb, asallam haqiqat deb engida shuni yetildirib olib, shu o'zining turmushdagi tajriba savoqlari, shu o'zining bilgan doirasi ichidagi qanchalik bilsa, hayotni, haqiqatni kichik va tez bilsa, shu kichik va tez tushanchalari bilan dunyoni, haqiqatni, xudoni shu bo'yicha yakunlab, kishilarni ham shu bo'yicha qarab baholaydi. Agar haqiqatni texmi cho'nqur tushunsa, xudoning so'zini texmi cho'nqur tushungandan bo'lsa, odamlarga bo'lgan bo'lsin va yoki dunyoga bo'lgan bo'lsin qarashlari, o'zining hayotiga, o'ziga bo'lgan qarashlar hatto texmi cho'nqur qarab, bir narsalarga, haqiqatlarga bo'lsin, xudoning qilayotgan ishlariga shu haqiqat bo'yicha qaraydigan bo'ldi degan o'xshash. Ya'ni nima demoqchi desa, odamning ichidagi, ya'ni odam saqlayotgan uning dunyo qarashi, uning ta'sir qildigan, ya'ni shu kishilik qarashi, turmush qarashi degan o'xshash, odam o'sib yetilgan sharoit, muhit, bular orqali boshdan kechirgan ishlar, yakunlar Muşlarımızı asallam bizning qalbimizda o'rin olib, haqiqatni ko'rishimizga to'sqinlik qilgan Xudo avatgan odamlarni va Xudoning shu atrofimizdagi bizga avatish orqali, ular orqali yetkazgan haqiqatlarni ham qabul qilishimizga asallam to'salg'i paydo qildi. Dal shu bizningki turaqliq koni ideyalar bo'lsin, turaqliq shu dunyo qarash, kishilik qarash, madaniyat qarashimiz, o'sib yetilgan muhit sharoit qarash, shu sharoitdan yetilgan shu qarashlarimiz bo'lsin. Shu o'y fikr, shu ideyalar biz Xudo har kun Xudoning ro'yi bilan, ya'ni haqiqat bilan, Xudoning so'zi bilan shularni isloh qilib ma'misak, shu yer yuziga xos shu odamiy qarashlar, kishilik qarashlar, muhitlar, shu narsalar bizning o'y fikrimizni boshqargan bo'lib qoldi. Shu narsalar bizning Xudoning so'zini qabul qilishimizga to'sqinlik qilgan eng chong ishki omillar hisoblandi. Shunga bularni biz farqlantirib, o'zimizning qalbimizda, o'y fikrlarimizda qanday ideyalar, qanday narsalar haqiqatga to'sqinlik qilayotganligini biz doim tekshirib turishimizga to'g'ri keldi. Bundaq isloh qilish, ya'ni o'zimizning o'y fikrlarini, ko'z qarashlarimizni isloh qilish har kun, har vaqt bu toki biz oxirgi qadar Taki o'lgichalik shu vaqt oxirgi tiniqimizga qadar davomli har kun elib boradigan bir isloh qilgan masala. Bizning qarash, ong, tuyg'ularimiz. Shunga biz garchi Xudoning so'zini kunda anglayotgan bo'lsakmi, muqaddas kitobni o'qiyotgan bo'lsakmi, biz so'mishdan Xudoning atrofimizda, bizning hayotimizda qanday yetaklab, bizga qanday mehr-shafqat qilib, bizga qanday yetaklash orqali bizga ko'rsatgan shon-sharaflar bo'lsin, ko'rib turgan bo'lsakmi, lekin biz shunday ideyalarimizni, ong tuyg'ularimizni, qarashlarimizni haqiqat bilan isloh qilib almashtirib, haqiqat bilan qayta bir kishilarga, ishlarga, hayotimizga qarashni bilmasak, biz shu jalililiklarga o'xshash Xudoning qilayotgan ishi bo'lsin, Xudoning bizga yetkazayotgan so'zlari bo'lsin, bularni qalbimizdan his qilib turib, tunib turib, cho'nqur tushunib turib, bularni o'zimizning hayotimizga tatbiqlay olmaymiz. Xudoning so'zi ko'z oldimizda bo'lsa-mu, Xudoning so'zi bizning garchi quloqlarimiz anglagandek qadar bizga shu qadar yaqin bo'lsa-mu, lekin biz buni o'zimizning shu to'sqinlik qilayotgan ong ideyalarimizni tashlab turib, uni anglab qabul qilmasak, hayotimizda, kunlik ishlarimizda Xudoning bizning hayotimizda qilayotgan ishlarini, yetaklayotgan yo'llarni, bizga anqaratqizmoqchi bo'lgan so'zlarni biz farq etmaydigan bo'lib qolamiz demoqchi. Xo'sh, undaq bo'lsa jalililiklar burun ana shundaq Hazrat Aysoni bo'lsa, odatga bir yog'ochchining o'g'li deb qarab olganligi uchun. Ya'ni ular orasida shu ya'ni kichigidan Hazrat Aysonning qanday o'sib cho'ng'olganligini ko'rgan. Demisimi Hazrat Aysonning qarindoshlari Hazrat Aysoni toki o'limdan tirilgacha, ya'ni kirskimoqlanib, o'limdan tirilgachalik qadar Hazrat Aysoni tunamagan, ya'ni e'tirof qilmagan-ku. Biz qaraydigansak, shu yangi kitobimizda Yahudaning yozgan xati bor, anga Yahuda yozgan xat deb azlam. Dal shu Yahudamu Hazrat Aysonning qarindoshlarining biri. Masalan, bayam biz mata bayon qilgan xo'sh xabarda onasining ismi Maryam, Yaqub, Yusuf, Simon, Yahuda deb uning qarindoshlarining ismini deb beramizmi? Shuning o'xshash shu joydagi Yahuda, dal shu Yahuda yozgan xatning egisi, ya'ni Hazrat Aysonning qarindoshi bo'lgan biri ekanligini biz ko'ra olamiz. Ya'ni nima demoqchi desa, bu qarindoshlarim shu vaqtlardami birga o'ynab cho'ng'igan
өзінің акам деп чоңылған боламы, шуңа акам біз көріп чоңылған деп тұрып, уламы құбыл қылмаған, яғни шу аят вақытларда. Шуның оқшаш, бұла бұрын дәл шу Әзірет Исаны Xudoning so'zlari bilan, haqiqati bilan, qilayotgan ishlari bilan, tamomlamoqchi bo'lgan shu ishi bilan qaramasdan va Xudoning burunqi payg'ambarlar orqali ularga yetkazgan shu xush xabar, ya'ni payg'ambarlar orqali Allohburun Hazrat Iso haqida qutqizuvchining Masihni aytadiganligini Allohburun bishorat bergan. Shu bishoratlar orqali qaramasdan Hazrat Isoga nima orqali qaradi desa, o'zlarining turmushdagi kechirmishlari, o'zining turmush doirasi, o'zining qarashi bilanla yog'ochning o'g'li deb qaraganligi uchun rad qilgan. Endi bu qatim ular nada Yerusalimda. Yani merkezi ibadethane nerede? Yerusalim'de. Şu an Yerusalim'de ötüp gidiş yeyitini ötküzüş için Yerusalim bağında Hazreti İsa'nın o yerde yaratkan mucizem karametlerini celillikler köygen ve şu Yerusalim'de olsun başka yerdekiler olsun Alburun Hazreti İsa'dan nurgun kişiler hoş haberini anlap su çömülürüş kabul kılıp kelgen emas mı? Başka kişiler olsa Alburun Hazreti İsa'nı köp kişiler itiraf kılıp onun yanına gelip ta'lim alışını, ta'limlerini anlaşını şu kadar yaqtırıp şuna qilgan emas mı? Şularni köygen ve onun kişileri arasında yaratgan muciz karametlerini köygen ekin başkalar itiraf qilganligini ko'rib, başkalar vay deb hurmatliganligini ko'rib, aның deyin keyin bular bu bizning yurtlarimizdeki, yani yurtligimizgo deb yurtidagi, yani özlerinin arsidagi çoğulgan şu kişi deb qaramasdan belki şu vaqtda başka kişilerning hurmatlar, başka kişilerning Xudoning so'zlarini taqidi deb turib itiraf qilganini ko'rib, mo'jiza karamatlarini yaratganligini ko'rib, andan keyin bular Hazrat Isoni qaytadan qabul qilishni bağışlaganligini biz shu mazmunlar orqali ko'ra olamiz. Xo'sh, unda biz davomini ko'rsak, Hazrat Iso Jaliliya o'lkasida turgan vaqtda, ya'ni ular Jaliliyaga kelganda hamda Jaliliyliklar qarshi oldi emasmi bu qatim. Shunga Hazrat Iso Jaliliya o'lkasida turgan vaqtida Kana yesiga qaytib olgan. Ya'ni biz mush Yohanna bayon qilgan xush xabarni ko'rgan vaqtimizda bu Hazrat Isoning dastlabki mo'jizalik belgisi edi deganda mazmunda Kana yesidagi to'y ziyofatida Hazrat Iso sularni sharobga aylantirgan emasmi? Dal shu Kana yesiga, ya'ni suni sharobga aylantirgan shu Kana yesiga qaytib olgan deydi. Va Kana yesida turgan vaqtida Kapernaum shahridan, ya'ni o'g'li kasal bo'lib yotgan bir o'rda amaldori shu Kapernaum shahridan Hazrat Isoning Yerusalimdan, ya'ni Yahudiyadan Jaliliyaga kelganligini anglab, Hazrat Isoning oldiga, ya'ni Kanaga kelib, Hazrat Isodan o'g'lini saqaytib berishni talab qilgan oyat mazmunda 46dan 47-oyatlarga qadar mazmunlar. Yani biz xarita qaraydiğimizda Kana yesi bilan Kapernaum yesi nahayat yiroq emas, nahayat yaqin bir araliq desek bo'ldi. Shu vaqtda ya'ni Hazrat Iso Kana yesi turgan vaqtida albatta bu yaqin yez atrofidagi yezlarmi Hazrat Isoning qaytadan Jaliliyaga kelganligidan Alburun xabar topganligini biz bu orqali ko'ra olamiz. Chunki Kapernaumda yashaydigan bu o'rda amaldori Kapernaum shahrida shu Hazrat Isoning Jaliliyaga kelganligini anglab Hazrat Isoni izlab Kana yesiga bordi emasmi? Endi bu yerda o'rda amaldori deganimiz bu yerda Hazrat Iso tug'ilgan vaqtida cho'ng Herod, buyuk Herod deb Herod podshoh bor edi. Bu Herod dal shu Hazrat Iso tug'ilgan vaqtlarda bu vaqtlarni o'ldiringlar deb qilgan emasmi? Lekin bu Herod o'lgandan keyin uning 3 o'g'li, ya'ni o'g'illardan 3si, ya'ni shu hukmronlik qilgan cho'ng zaminlarni 3ga bo'lib, shu vaqtlarda 3 podshohlik, ya'ni bo'linib ketgan 3 podshohlik batdi. Shunga Jaliliya o'lkasiga podshohlik qilayotgan bo'lsa Herod Antipas. Bu Herod Antipas shu elchilarning faoliyati bo'lsin, shu Yohanna nima boshqa xush xabarlar bo'lsin anglasak, shu podshohlarning ismlari chiqadi. Shunga bu vaqtda Jaliliyada hukmronlik qilayotgan bo'lsa, dal shu Herod Antipasda bir qabih bo'lgan, sal razilroq bo'lgan shu podshoh Herod Antipas edi. Dal shu Herod Antipasning o'rda amaldori, ya'ni shuning o'rdasining amaldori bo'lgan bu kishi o'zining o'g'lining kasal bo'lganligi tufayli, ya'ni kasal bo'lg'achqa o'g'lini saqaytish uchun, saqayishini umid qilganligi uchun Hazrat Isoni izlab shu vaqtda Kapernaumdan Kana yesiga kelganligini
degan mazmunlar dal o'sha 46-47 oyatlar. Bu o'rda amaldori Hazrat Aysoning oldiga kelib, uyimga berib sakratayotgan o'g'limni saqaytib bersingiz deb o'tindi degan gap bor. O'tindi deb. Ya'ni bu sakratayotgan degan biz tushunamiz, ya'ni o'limga ozli qolgan, o'limga bir qadamli qolgan, ya'ni o'lish oldida turgan shu o'g'lini, ya'ni shu o'lish oldida turgan shu o'g'li uchun Hazrat Aysodan o'tindi deydi. Endi bu o'tindi degan gap shundaqlam talab qildi, shundaqlam dedi, shundaqlam o'tindi degan gap emas. Bu biz butun umidini Hazrat Aysoga bog'lab turib, Hazrat Aysoga yalvorib, ya'ni eng axir, ya'ni birdan bir ümidim siz, ya'ni o'shash butun umidini Hazrat Ayso qo'yib turib, o'zining jon dili bilan, o'zining barliq niyat maqsadlarini markazlashtirib, Hazrat Aysoga yalvorib, sizlam qaldingiz, sizlam qilib bermisizmi, birdan bir ümidim siz degan o'xshash. Ana shundaq butun o'zining barlig'i bilan Hazrat Aysodan talab qilganga oid bir so'z bu. O'tindi deb bu yerga o'tindi degan so'zni shuni tushunishga bo'ldi. Shuning bilan Hazrat Ayso uningga sizlar jalilliklar, mo'jiza va karomatlarni ko'rmaguncha menga e'tiqod qilmaydigan o'xshaysizlar deydi. Ya'ni bu yerda o'rda amaldori Hazrat Aysodan o'g'limni saqaytib bersingiz deb yalvorib o'tinayotgan vaqtida Hazrat Ayso bo'lsa bu o'rda amaldoriga bevosita qilmasdan sizlar jalilliklar deb butun jalilliklarni tilga ilib turib, shularga hammasiga ko'rsatganda qilib, sizlar jalilliklar, mo'jiza va karomatlarni ko'rmaguncha menga e'tiqod qilmaydigan o'xshaysizlar deb shuna degan vaqtida o'rda amaldori Hazrat Aysoga hazratlari balam o'lmasdi borg'aysiz deb qayta yaqildi. Chunki Hazrat Ayso bu o'rda amaldori butun niyat maqsadi bilan Hazrat Aysodan uyimga berib sakratda yotgan o'g'limni saqaytib bersingiz deb uyiga berib o'g'lini saqaytib berishini yalvorib talab qilayotgan vaqtida Hazrat Ayso bu jalilliklar, sizlar mo'jiz karomatlarimni ko'rmaguncha menga e'tiqod qilmamsizlar degan o'sha shu so'zni qilib boshqa kishilarga o'rta holat qartib so'zlayotdi o'ttirliqda. Shunga bu kishi ning qarashida albatta Hazrat Aysodan yalvorgan bo'lg'achqa darhol, chunki o'g'lining kasali jiddiy hozirlar o'ladigandek, hozirlar o'lib ketadigandek shunday bir jiddiy bir ahvol ostida yotgan vaqt bo'lg'achqa Hazrat Aysoni jiddiy muomala qilib kiyimlarini yig'ishtirib aldirab tinab tushib shu Kaparnahumga, ya'ni bu o'rda amaldorning uyiga aldirab tinab yugurib mangsa to'g'ri bo'ladi. Lekin Hazrat Ayso bu yerda apla tayyorlig'ini qilib Kaparnahumlik bu o'rda amaldori bilan agishib yugurib yo'lga chiqmassin, orada boshqa so'zni qilgan bo'lg'achqa bu yerda o'rda amaldori titit bo'lgan holatda, ya'ni titit bosgan holda, chunki o'g'li o'lib ketadigan shunday bir holatda bo'lg'achqa hazratlari balam o'lmasdi borg'aysiz deb turib qaytadan Hazrat Aysoni so'ylagan altını biz ko'rib olamiz va shunga Hazrat Ayso uyingizga qayting, o'g'lingiz hayot qoladi deb shunday javob berdi. Endi bu mazmunni biz inchiklab ko'radigan bo'lsak, bu kishi dedi uyimga berib sakrat yotgan o'g'limni saqaytib bersingiz deb uyiga berish taklif qilyapti Hazrat Aysoni. Shunga bu kishining uyimga berib o'g'limni saqaytib bersingiz degan so'ziga qarata Hazrat Ayso sizlar jalilliklar, mo'jiza va karomatlarni ko'rmaguncha menga e'tiqod qilmaydigan o'xshaysizlar deb turib mundaq javobni, mundaq inkos qaytardi. Yana bu yerda jalilliklar, sizlar jalilliklar degani buning ichida albatta bu o'rda amaldorimi bor. Ya'ni bu o'rda amaldorimi shu so'zning ichida, ya'ni mo'jiza karomatlarni ko'rmaguncha Hazrat Aysoga e'tiqod. Ya'ni bu o'rda amaldorining bu yerda e'tiqodi bilan Hazrat Aysoning oldiga, Hazrat Aysoga bo'lgan e'tiqodi, ishonch bilan kelganligini emas, balki Hazrat Aysoning shu mo'jiza karomatlarini anglaganda bu kishimi nurg'un kasallarga shifolik berib, nurg'un kasallarni saqat qilishga oid shu so'zlarni anglagan. Bu vaqtlardagi, ya'ni bu o'rda amaldori bo'lsin va yoki nurg'un kishilar bo'lsin, Hazrat Aysoni Xudoning so'zi, Xudoning o'g'li, o'zi Xudo bo'lg'achqa shu ishlarni qildi demasdan, balki shu vaqtlardami bir tevib qatoridalar. Ya'ni kasallarni saqayta oladigan, nurg'un kishilarga shifolik beradigan bir tevib darajasida, tevib qatorida ko'rgan va tushunganligini biz esga olamiz. Va yoki mundaq bir qirtaq tilimizda so'zlagan vaqtimizda bir mollam darajasida tushunganligini. Sizlarning yurtinglarda mollam demni bilmayman, bir alayda odamlar bor.
buni nima deymiz, xurofotlikqa oid bir ishda bu endi shularning uylariga berib o'qitib kelib, palonchi uchun o'qitib kelman, o'g'lim uchun o'qitib kelman, qizim uchun o'qitib kelman, imtihon berish uchun o'qitib kelman, birim uchun o'qitib kelman, shuni unda qila oladi ekan deb turib, ana shunday xurofiy bir ideyalar bor. Shunga o'xshash, ya'ni Xudo va yoki bir haqiqat bilan tushunmasdan, balki bularning bu yerdimi, ya'ni Hazrat Aysoni bir o'g'lini saqayta oladigan, saqaytish iqtidori bo'lgan bir tabib yoki bir mollam darajasida ham shunday bir darajada tushunganligini. Chunki nima dedi? Uyimga berib o'g'limni saqaytib bersangiz dedi. Ya'ni Hazrat Aysoni uyiga berib o'g'liga qo'lini teksa yoki o'g'liga bir ish qilsa anandagini saqaydi deb turib shunday bir qaralg'ani. Chunki biz matto bayon qilgan xush xabar 8-bob qaraydigan bo'lsak, 8-bobda ya'ni Rimlik 105 ning chaqirini saqaytishi deymiz bunga. Ya'ni umi o'xshashlam Kapernaum shahridagi bir ish, ya'ni Rimlik bir 105 Hazrat Aysoni oldiga kelib chaqiri uchun shafaat tilaydi emasmi? Chaqirim palashilib qoldi, nihoyat azob ichida uyda yotdi. deb Hazrat Aysodan shafaat tilgan vaqtida Hazrat Ayso men berib uni saqaytib beray deydi. Lekin 105 taqsir uyim kelishingizga arzimayman. Ya'ni uyimga berishingizning hojati yo'q deydi-da. Faqat birli eg'iz so'z qilib qo'ysangiz chaqirim saqayib ketadi. Mening ustimda boshlig'im, qo'l ostimda lashkarlarim bor. Biriga bor desam boradi, biriga kel desam keladi. Chaqirimga bu ishni qil desam, u shu ishni qiladi. Shunga sizning bir eg'iz sözünüz bo'lsa, chaqirim saqayib ketadi deydi emasmi? Shunga bu so'zni anglagandan keyin Hazrat Ayso hayron bo'lib, bundaq ishni Isroillar ichida uchratmagan edim deydi. Ya'ni Rim amaldori Hazrat Aysoning so'zidagi Hazrat Ayso o'zi haqiqat, so'z, kalam, yo'l bo'lgan shu Hazrat Ayso bo'lgan tunishi, iymoni, ishonchi bilan Hazrat Aysodan faqat shu so'zining kifoya qilganligini, shuningga ishonch bog'lab turib Hazrat Aysoning bir sözünü tilab turib shafaat tilaydi. Ya'ni chaqirim azob ichida yotadi, palashib qoldi deb shuna Hazrat Aysoning ya'ni bir eg'iz so'zlam saqayib ketishini uchun bir eg'iz so'z qilishini ham shuni talab qildi. Lekin bu yerda o'rda amallari bo'lsa, uyimga berib o'g'limni saqaytib bersangiz deb Hazrat Aysoni uyiga berib o'g'lini saqaytib berishni, hatto tezroq yo'lga chiqishini, bumuz o'g'lining o'lib ketadigandak, ya'ni o'g'li o'lmasdi bo'lsa anandan bir ish qila oladigandak, o'g'li bo'lmasa tezroq yo'lga chiqmasa o'lib ketadi deganga o'xshash shunday bir ma'noda tezroq, ya'ni hazratlari balam o'lmasdi borg'aysiz deb turib titit bo'lgan holatda Hazrat Aysoga degan shu 49-oyatdagi shu so'zini ko'ra olamiz. Shunga Hazrat Ayso uyingizga qayting, o'g'lingiz hayot qoladi deb turib, bu kishining shu so'ziga shunday javob qaytardi. Ya'ni bayam degandek, bu o'rda amaldorni o'z ichiga olgan barcha jalililiklarga, mo'jiz va karomatlarni ko'rmaguncha menga e'tiqod qilmaydigan o'xshaysizlar degani endi Xudoning shu so'z o'zidagi Xudoning kuch qudratini, ya'ni Hazrat Ayso o'zining dal Xudoning so'zi, Xudoning kalomi ekanligini biz tushungan vaqtimizda, cho'nqur tunib yetgan vaqtimizda Hazrat Ayso o'zidilam, uning so'zidilam dal shu Xudoning kuch qudratining borligini tunib yetgan bo'lsa, bu kishi Rim amaldoriga, ya'ni matto bayon qilgan xush xabarni ko'rganimizki, shu Rim amaldori o'z xizmatkori uchun shafaatligini o'xshash bir eg'iz so'zingiz bo'z kifoya degan bo'ladi. Ya'ni so'zini Xudoning shu so'zidagi kuch qudratni tushungan bo'lgan bo'lsa, Hazrat Aysoning dal shu Xudoning so'zi kalomi bo'lib, dal shu Xudoning so'zidagi kuch qudratni tushungan vaqtida shundaq iymon, shundaq ishonch bizga chiqqan bo'ladi. Lekin Xudoning so'zi va Xudoning so'zidagi shu kuch qudratni biz tushunmagan vaqtimizda faqat bizning ko'zimiz, bizning faqat qoyilligimiz nimada desa, faqatlam ko'z oldimizda yuz bergan o'zgarishlar va yoki mo'jiz karomatlar, dal shularga asosan biz dal shu mo'jiz karomatlarga, ko'z oldimizga o'zgarishlarga, ko'zimiz ko'rganlarga ham ishonch bog'lay oladigan holat shakllanib qoladi. Shunga mening misildayotganim Xudoning so'ziga bo'lgan cho'nqur tunish. Xudoni tunigan vaqtimizda Xudo o'zida shu kuch qudratlar, dal shu haqiqatlar, dal shu huquqlar Xudoning so'zi orqali
bizning hayotımızda namoyon bo'lganligini biz tushunatdik. Lekin Xudoni tushunmagan vaqtimizda Xudoning so'zining cho'nqur Xudoning so'zidagi shu haqiqatlarni biz to'liq tushunib, anqirab yetmagan vaqtimizda asallam bizning Xudoning so'zi, Xudoning qilayotgan ishlarini nimaga qarta olamiz desa, ko'z oldimizdagi ishlarga, ko'z oldimizga o'zgarishlarga, mo'jiz karomatlarga va yoki hayotlikdagi erishgan narslarimizga qarab, ya'ni mayli muvaffaqiyat bo'lsin, mayli mol dunyo bo'lsin, mayli nom, obro'y bo'lsin, shunday narsalarni Xudo baxtda taqibdi, Xudo yorgan deb tushuna olgan ishlar bo'ldi. Amaliyotda bu dunyodagi erishgan narsalar va ko'z oldimizga o'zgarishlar qarab Xudoni tushunish emas, balki Xudo o'zini tushungan vaqtimizda, Xudoning xudoligi bilan tushungan vaqtimizda, ya'ni biz Xudoning bizning bilan bilishganligini, biz Xudoga mansub ekanligimizni, Xudoning shu so'zining bizga omonat qilinganligini, bizga shu Xudoning so'zidagi sirlarni tushunishning, shunday bir huquqlarning va Xudoning farzandi bo'lish huquqining bizga ato qilinganligini, nasib qilinganligini biz cho'nqur tushungan vaqtimizda, Xudoga mansub bo'lgan shu salohiyatimizning o'zi bilan biz o'zimizning Xudoning bizga baxt ato qilgan shunday kishilar ekanligimizni biz his qila oldik. Va ana shu hayotga ato qilgan, ya'ni o'lganlarni qayta tirildiradigan, bizning azoblarimizga shifolik beriladigan, bizning yaralarimizni tangib qo'yadigan, kasallarni saqayta oladigan, bizning agri to'qay hayotlik yo'llarimizda, bizning shu eg'ir kunlarimizda, bizning eg'irchiliklarimizni, qalbimizga azoblarimizni bilguchi, essoch qilguchi, qalblarimizga shu azoblarimizga tasalli berguchi, eg'ir kunlarimizda bizga yordam qilguchi, yo'llarimizda biz ezib tatib yurgan vaqtlarimizda bizning yo'llarimizni yetakligüchi va shunaqla bizning putlarimiz teyilib, dunyoning yo'llarida, hayotlik yo'llarida biz ezib putlarimiz teyilib, Xudoning yo'lidan yiroqlashgan vaqtlarimizda qayta iltifot qilib, bizni qaytadan bag'riga bosadigan shu Xudoning bizga hamroh ekanligini, bizning bilan birlashganligini, bizning qalbimizni taxt qurganligini, shuni biz his qilgan, tushungan, cho'nqur tunib yetgan, ishongan vaqtimizda, dal shuning bir bizga haqiqiy baxt, bizga ato qilingan naqadar qimmatli bir baxt, naqadar qimmatli bir salohiyat ekanligini biz his qilib va shuningga ishongan bo'lardik. Va ishongan vaqtimizda buni hayotimizda yashab chiqardik. Qo'rqib yurmaydik. Chunki biz shu Xudoning so'zini cho'nqur tunib yetamagan vaqtimizda, Xudoning so'ziga bo'lgan ishonchimiz bo'lmagan vaqtimizda bizda jasorat yo'qolib ketadi, qo'rqinish paydo bo'ldi, dunyodagi ishlardan, dunyodagi shu kuchlardan qo'rqib, dunyodagi narsalardan qo'rqib, o'zimizni beshimiz ichidan tiqadigan shunday bir holatlar hammasi qo'rqinish bo'lsin, ko'zimiz ko'rmaydigan bo'lsin va yoki bizning ishonchimiz, jasoratimizning tuvalab ketadigan ishlar bo'lsin, bular hammasi shu nimadan desa Xudoning so'zini tunamaslik, Xudoning so'ziga bo'lgan ishonchimizning yo'qligidan paydo bo'lgan omillar. Xo'sh, gapimiz uzrab ketdi. Mazmunimiz o'ziga kelsak, shu Hazrat Iso shuna degan emasmi? Uyingizga qayting, o'g'lingiz hayot qoladi degan emasmi? Shu so'zi bilan ilk odammi shu Hazrat Isoning so'ziga ishonib, qaytadan uyga qarab mangdi. Va shunday yo'lga qarab mangayotgan vaqtida yo'lda chakarlari uning oldiga chiqib, o'g'lining hayot ham salomat ekanligini uqtirdi. Shuning bilan amaldor qachondan boshlab yaxshilanish ko'zlangan. Chunki o'g'li o'lim oldida, ya'ni sakaratga tushib qolgan edi. Endi chakarlardan anglag'ini bo'lsa, hayot ham salomat, ya'ni o'limga dog' berib qolgan, qilchilik bir orliq qolgan vaqtida kelgan emasmi bu otasi, ya'ni o'rda amaldori. Lekin hozir bo'lsa o'g'li hayot va salomat. Ölüm oldida turgan bola emas, o'lish oldida turgan, ya'ni o'lishi beqaror bo'lgan shunday bir bola emas, hozir bo'lsa hayot va salomat ekanligini chakarlar uqtirdi. Va amaldor shuning bilan o'g'lining qachondan boshlab yaxshilanish ko'zlanganligini so'raganda, tunugin tushdan keyin soat 1da qizitimiz yondi deb javob berdi emasmi? Shunga bolaning otasi, ya'ni bu o'rda amaldori, dal Hazrat Isoning o'ziga o'g'lingiz hayot qoladi degan vaqtning o'zida o'g'lining shu qizitmisini yenib saqayganligini esiga elib, shuning bilan u va oilasidagilar Hazrat Isoga e'tiqod qildi. Ya'ni Xudoning so'zidan, ya'ni Xudoning shu hayotlik beradigan kishilarni o'limdan hayotlikqa yuzlantiradigan, ya'ni o'limdan hayotlikqa aparadigan, mangulik hayotlik beradigan, hayotlik ato qiluvchi shu Hazrat Isoni tunish nisb bo'lgan bu o'rda amaldori shu o'g'lining ustida yuz bergan shu mo'jiza, ya'ni Xudoning so'zining kuch qudrati,
Xudoning so'zining kuchi, Xudoning so'zidagi odamni hayotlikqa apiradigan shu kuch qudratni o'g'lining ustida, ya'ni o'g'li orqali beshdan kechirish orqali bular Hazrat Aysoni tunib, u va butun oilasidagilar Hazrat Aysoga e'tiqod qilganligini biz ko'rib olamiz. Ya'ni Xudoning so'zidagi shu kuch qudratni, Xudoning so'zidagi shu hayotlikni, hayotlik ato qiluvchi Xudoning so'zini boshdan kechirgan bu o'rda amaldori o'zi va butun oilasidagilarning Hazrat Aysoga e'tiqod qildi degan gap. Hazrat Ayso dal shu o'limdan hayotga apirgan dal Xudo, dal Xudoning avatgini, Xudoning qutqizuvchi Masihi deb e'tirof qilib qoyillikdan Hazrat Ayso bo'lgan shu tushunishi, tunishi bilan e'tiqod qilganlikni bu yerda davatidi. Ya'ni biz izchil davatimiz, ya'ni Nikodim misol orqali men izchil degan edim. Hazrat Aysoni tunish bilan uni e'tiqod qildi demaymiz dedik. Ya'ni Hazrat Aysoni tunish, uning qutqizuvchi Xudoning o'g'li ekanligini e'tirof qilishlan bu e'tiqod qilish emasligini biz degan edik. Ya'ni qayta to'rilish, yangidan to'rilish, Xudoning so'zi orqali yangidan to'rilishni boshdan kechirish. Shu, ya'ni yangidan turalganlar Xudoning podshohligiga kiralaydi, Xudoning podshohligini ko'ralaydi degan edik. Dal shunga o'xshash Hazrat Aysoni e'tirof qilish, ya'ni uning Xudoning avatgini, Xudo bilan birga bo'lgani deb uni shundaqlam e'tirof qilish, shundaqla tunish bilan emas, balki bu yerda e'tiqod qilish deganimizning dal shu Hazrat Aysoga bo'lgan haqiqiy tunish, ya'ni yangidan bir tug'ilishga o'xshash shundaq bir e'tiqodning bu yerda shakllanganligi. Ya'ni dal shu Xudoning so'zidagi kuch qudratni, dal shu Xudoning so'zidagi kuch qudratni bular ko'rish, ya'ni boshdan kechirish orqali bularning hayotida dal shunga o'xshash yangidan turalganga o'xshash yangi bir hayotlikni yaşaganlığını, yeni bir hayatlıkka karar kılıp, yeni bir hayatlıkka qadam baskan dal shundaq e'tiqodini bu yerda ko'z tutganligini biz ham ko'rib olaymiz. Dal bu Hazrat Aysoning Yahudiyadan Jaliliyaga kelib ko'rsatgan ikkinchi mo'jizlik belge bu, mo'jiz emas, ikkinchi mo'jiz emas, mo'jizlik belgisi. Ya'ni qutquzuvchilik, Xudoning avatgan kishilarni gunohlardan ozod qiladigan shu qutquzuvchisi, Xudoning o'g'li ekanligini bildirgan mo'jizlik belgisi, ikkinchi mo'jizlik belgisi deymiz. Ya'ni kishilarga hayotlik ato qiladigan, o'zining so'zi bilan, o'zining so'zining kuch qudrati bilan kishilarga hayotlik ato qila oladigan hayotlik berguchi dal Hazrat Ayso ekanligini, ya'ni kishilarni shu gunohning nimasi bilan o'limga, gunohning la'nati o'lim emasmi? Dal shu o'limga yuzlangan kishilarni, o'lishdan boshqa yo'li yo'qmi shu kishilarni Hazrat Ayso o'zi kelib, ularni uchun, ularning gunohlari uchun o'zini fido qilish orqali shu o'limga yuzlangan insonlarni qaytadan hayotlik ato qilguchining, dal shu Xudoning avatgan shu qurbonlik qo'zisining o'zi ekanligini isbotlab beradigan ikkinchi mo'jizlik belgisining mushu ekanligini bizga bu yerda tushuntiryapti. Xo'sh qarindoshlar, bugungi mazmunimiz biroz chechilang'ib qoldi. Ya'ni shunday bo'lsa, sizlarning bundan o'ylanib turib bugungi mazmunni anglab chiqishinglarni umid qilaman. Biz ham keyingi qatimliq mazmunni ko'rishaylik. Hammanglar Xudodan kelgan aql, farosat va shunday cho'nqur tushuncha, donolik ato qilishini tilayman hammanglarga. Biz ham keyin sonni ko'rishaylik. Hammanglar omon bo'linglar.